Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Italiyada hozir shunday bir voqea bo'ldi. Ana politsiya kelishdi. To'xtash mumkin bo'lmagan joyda iftorlik qilmoqchi edim, to'g'risini aytsam. Shu politsiyalar to'xtadi, keldi-da. Favqulodda vaziyatda to'xtaydigan joyda to'xtabsiz. Eng ko'p 860 euro shtraf. Eng kami qancha ham dedi-da. Keyin mayli dedim. Men faqat to'g'risini aytaman dedim. Agar shtraf qilsangiz qiling, bo'lmasa o'zingiz bilasiz dedim. Men musulmonman dedim. Iftorlik qilmoqchi edim, to'xtab duo qilib o'qib namoz o'qib, ruschada tarjima qildim. Iftorlik qilib ozgina suv ichib namoz o'qib ketmoqchi edim desam, kutilmagan nima? Men sizni diningizni qattiq hurmat qilaman deydi. Sizga hech qanaqa shtraf qilmayman. 45 minut damingizni oling, iftorligingizni qiling, namozingizni o'qing. Oq yo'l faqat, keyingi safar bu yerga to'xtamaydi. 5 italyan gaylariga. Gap yo'q. Xursand bo'ldim.